Kun davomida o'rnimdan tura olmay yotaman. Tanam sog'lom, hamma joyim sog'lom. Negadir menda energiya yo'q. Nimagadir men turib, oddiy uy ishlarni qilishga ham kuchim yetmayapti. Bu nimaga? Degan savol juda ham ko'p keladi. Nima uchun siz shunaqa bo'lasiz? Chunki sizni ongingizda, miyangizda yechilmagan, hal qilinmagan va hech qachon tashqariga chiqarilmayotgan, so'zga ko'cha olmayotgan hislaringiz bor va ular sizni og'irlik qilib, energiyasi og'irlik qiladi. Juda ham ko'p o'ylaganingiz hisobiga sizga og'irlik qilib, siz o'rningizdan tura olmaysiz. Tana sog'lom bo'lsa ham, ongdagi, miyadagi o'y-fikrlar tartibga kelmas ekan, ular sizga og'irlik qilib yotqizaveradi. Demak, o'zingizni miyangizdagi nimalar sizga yoqmayapti, qog'ozga tushiring, bitta-bitta ko'rib yuzlashing. Hech bo'lmaganda siz nima o'ylayotganingizni, nimalar sizga og'irlik qilayotganini ko'rishingiz ham sizni o'rningizdan turishingizga biroz sababchi bo'ladi. Agar to'liq o'rningizdan turib ketishni xohlasangiz, men bularni hal qilishga nechta yechimim bor, yo'llar qidiring. Agar ong o'sha yo'llarni ko'rsa, hatto ko'rsa hali amalda bajarmasa, u o'rnidan turib, topikdan ong chiqqanda tana ham topikdan chiqadi. Ya'ni turib o'rnidan harakatga kelishni boshlaydi.